Ya mana shu yerni ko'rib qo'rqib ketibman. Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, zudlik bilan bitta uyim sotuvga chiqyapti. Videoga bitta like bosib qo'ying. Ikki xona narxida sotib olasiz. Shoshilinch, o'ta shoshilinch, pul zarur. 3 xonali xonadon sotuvga chiqyapti. O'rtada joylashadi. Uyimizga kirish eshigi, hol, koridor qismi mana shunaqa. Demak, skvoznoy, glukhoy xonalarsiz, bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Marhamat, kosmetik remontda. Bemalol olib yashasangiz ham bo'ladi. Ijaraga berib qo'yishga uddar variantcha, zo'r variant. $350 ga kvartirani turgan ekan. Hozir kunda hech kim yashagani yo'q. Agar olib ijaraga qo'yib qo'yaman desanglar, oyiga $350 deb kutaverasizlar. Mana bu kladovkasi, holdagi, koridordagi kladovka va bu yerda uyimizning mehmonxonasi. Bu kartinka, bu televizor, bu yerda yumshoq mebel va mana bu konditsioner. Deraza bor, uyimiz Sagdiana hududida joylashgan, mo'ljal Medcollege. Shunaqa Medcollege ro'parasida do'stlar. 5 qavatli domni 5-qavatida. Mana bu sanuzeli bir joyda. Marhamat, ko'ring. Realni arzon narxi do'stlar, naqdga ham ipotekaga ham to'g'ri keladi. Oshxona, o'tirib ovqatlanishga sharoit bo'lyapti. Холодильник muzlatgichi, moykasi va bu yoqda mana gaz plitasi, vodichkasi bor. Mana shu uy sotuvda do'stlar. Narxi 54.900, yana kelishtiriladi. Qiziqqanlar telefon qilinglar. 25-30 ming dollardan ipoteka qilsangiz bo'ladi. Shoshilib ulgurib olinglar. Samarqand shahar Sagdiana hududida bo'ldi. Hammaga rahmat.